Bismillahirrahmanirrahim deb Adijonisi bilan bolalarni o'qishiga, bog'chasiga tashlab, endi nima desam, nimaga ketyapmiz anasi? Bo'y olamiz, rang tanlaymiz, vanna, hojatxona, sanuzellarni tanlashimiz kerak. Bugun shunaqa narsalar zakaz qildim. Bitta hozir ochib ko'raman. Birato'la sizlarga ham ko'rsatay dedim. Qaranglar, bolalarimga rosa trendoviy mamlaqa abadochkalar zakaz qildim. Rosa trend bo'libdi mana shu. Ana zakolochkalarni ham oldirishuvdi. Endi mamlaqa abadoka chiqibdi. Shunisidan oldim. 3 ta qizimga bir xil qilib zakolochkalar, bu ham rosa moda bo'libdi. Uy to'la, lekin buzib qo'yishyapti-da. Yana zakaz qilaman o'shanga. Kesaman, qolayapsan, kulib, kunda ming bor jonim deb jon olayapsan. Gap so'zlaring mayin, seni sevib qolishim tayin. Men xuddi yosh boladayin, jonim deb jon olayapsan, jonim. Xullas, pomadam qolmagandi. Mana shunaqa pomadalar ham zakaz qildim. Bu besvetnisi mana. Soyada ko'rib olinglar nimaligini. Siz oxir tugab bitta sabr. Men bu narsani zakaz qilmadim, lekin qo'shib yuboribdilar, qaranglar, podarikka. So'ra shunaqa nariginim kir bo'lib ketuvdi. Kosmetichkada tez yomon bo'lib ketadi-ku. Yuzinglar ham baribir yomon bo'lib ketadi ichlari. Shuning uchun mana kosmetichka yubordi. Как раз kerak edi. Assalam, rahmat kattakon. Kстати, bularda shunaqa aksiya ketyapti. Faqat 3 kun bo'ladi. Bitta nimadir olsanglar, bitta narsa qo'shib berishadi. Ikkita narsa olsanglar, ikkita narsa qo'shib berishadi. Oddiy narsalar qo'shib berishmaydi. Kачественный yaxshi narsalar qo'shib berishadi. Hozir men zakaz qilganimda 2 baravar ko'proq bo'lib kelgan. Ya'ni 10 ta narsa zakaz qilgan bo'lsam, plus 10 ta sovg'asi bilan kelgan. Men как раз o'sha aksiyaga to'g'ri kelib qoldim, xursand bo'ldim. Qaranglar, qanaqa zo'r. Men bitta suyuq sovun ham sovorganlar. Voshshe zo'ra. Hidini hali kechki payt uyda ko'ramiz. Men bitta atirdan shunaqa qolgim kelyapti. Mana zakaz qildim, kelibdi. Qaranglar, qanaqa zo'r atir. Hozir ochib, sepib ko'ramiz. Shunaqa shiringina. Buning uchun mashinaga qo'yib qo'yaman, udobnoy bo'ladi. Qarang andasi. Zo'ra. Asli hidini ko'rasiz. Voy, hidini. Sezdingizmi? Voshshe zo'ra. Ana. Zo'ra, shiringina, voshshe zo'r hidi. Ana. Mana shuni ham skrinshot qilib olinglar, обязательно olinglar. Mana ushlab turaman, skrinshot qilib olinglar. Mana tushunishinglar uchun men o'zim sotib olib olganman, o'zimning pulimga. Sizlarga shunchaki raspakovka chek qilib ko'rsatib beryapman. Sizlarga shunaqa manfaatli bo'lsin deyapman. Safron debdilar. Bu anaqa, buni lekin men zakaz qilmaganman. Buni podarikka qo'shib beribdilar. Bu nima ekan endi? Bilganlar, tushunganlar yozib yuborarsizlar. Hidi zo'r ekan. O'zi ayamlar, jonim mana shunaqa sarfaronni choyini icharlar-da, qimmat-ku. Men ichsa ham 1 million turadi. Mana shuni podarikka sovoribdilar kremini. Qatga nimaga ishlatadi? Mamda ko'ramiz. Hamcha tonni yaxshilaydi, yuzi, qo'li kremi bo'lsa kerak. Tushunganlar yozib yuboringlar, nimaga kerak bu. Rahmat qilib olgan narsamga 2 baravar qilib qo'shib berganingiz uchun. Shunaqa aksiya o'ylab zo'r qilibsiz, lekin juda ko'pchilik manfaatli bo'ladi. Chunki o'zingizga zakaz qilasizlar-yu, yana qo'shimcha kelsa boshqalarga ham sovg'a qilib berib olsanglar ham bo'ladi-da. Vau, mana qaranglar. Voy, bolalarimni yaxshi ko'rgani. Make-up qilishdan oldin sochlaringlarni yig'ib, abadochka taqib, make-up urasizlar, uhud qilasizlar yuzingizga. Zo'ra? Yana bitta bir ikkita narsa zakaz qilganman-da. Uni faqat sizlarga ko'rsata olmayman, shunisi bor. Stranichkalariga kiringlar-da, bir chetdan ko'rib chiqinglar nimalari borligini. Просто kirsanglar, adashib qolasizlar va qaytib chiqib keta olmaysizlar. Shunaqa foydali, zo'r narsalar sotadilar, arzon narxlarda, shunaqa plus aksiyada. Foydalanib qolinglar, sizlarni yaxshi ko'raman.